Elhamdülillahi la ilahe illa huve ve salli ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, Allah Subhanahu ve Taala'nın salamı bulsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam'nın yolunda hemimizin müstahkem turgul nasip bulsun. Tövende sizlerge sunmakçı bolgan nasihat, aile ve işencelik bolgan turmuş. Aile ve işencelik turmuş bizning kelgüsü xalqaro jamiyatda o'z kuchimiz va o'rnimizni saqlab qilishning asosliq yadroliq kuchi. Chunki har qanday jamiyat oiladan qurilg'achqa oila a'zolari Alloh taologa xolis o'zaro bir-biriga bog'langan ishonchlik shaytonning fitnasi va orqasidan kirib ketmaydigan safoliq taqvodor iman nuridan nur qabul qilgan yaxshi oila bo'lib qurilib chiqsa, shu yaxshi oiladan go'zal bo'lgan jamiyat, go'zal bo'lgan muhit maydonga keladi. Har qaysi qarindoshlarimizning hammasining o'zi va oilasi va jamiyatini go'zal qilib, natijalik, namunalik qilib qurib chiqsa bor. Shuning uchun biz mushu namunalik oila qurish uchun har birsimiz nurg'unlagan qurbonliqlarni berib keldik va beryapmiz. O qurbonliqlarning birisi yurtimizdagi kufri dinsizlarning har turli bismlarga qarshi imoniy hidoyat va islomiy bo'lgan asli madaniyatimizni va yo'limizni saqlab qilish bo'lsa va uni taraqqi qildirish uchun tirishchanlik qilish va o'zimizning kelgusini qutqizish uchun chet ellarga chiqib hijrat qilishchi bo'lgan hamma qurbonligimiz mana shu islomiy bo'lgan yaxshi shaxs va yaxshi oilani qo'dab qilish uchun. Lekin mana shundoq yaxshi oilani qo'dab qilish va yaxshi oilani qurish orqali islomiyatga va o'zimizningki musulmon ummatiga bo'lib Uyg'ur musulmonlarga tuhfatimiz degan mush maqsad turayotgan barliq Uyg'ur musulmonlarimizning hozir muhojiratda ketirayotgan ko'p sonliqimizning ahvoli qaraydigan bo'lsak, oila safa tushanchimizda chekinish maydonga kelyotdi yoki chet ellar va biz turayotgan yurt va shaharlarning ahvoli qarash bilan birga bizda sap bo'lgan islomiy tushunchamiz va azaldan tortib sharmi hayo bilan kelayotgan islomiy bo'lgan oilamiz qurilmasi ojizdayotdi. Ishoncha oilalarda yo'qlayotdi. Shuning uchun biz mushu chet ellardagi har bir musulmon qarindoshimiz Alloh rozi bo'lgudek yaxshi oila qurib chiqamiz deydi ekanmiz. Biz Alloh taolaning bizni ko'rsatgan ko'rsatmalarini yaxshi quloq solib anglashimiz, birinchi qilib oila safa axloqiga ahamiyat berishimiz kerak. Oila safa axloqi deganimiz nima desa, biz qurmoqchi bo'lgan oila zodi qanday oila? Shu oilaning obrazini biz va oilamiz yaratamiz. Undaq bo'lgan ekan, shu biz yaratmoqchi bo'lgan oilani qanday yaratilgan tushunchani bilishimiz kerak. Biz yaratmoqchi bo'lgan oilada nikohlanibmiz. 6 oy, 7 oy ya 2 oy birga yashapmiz. Nurg'un qizlarimiz yoki ayollarimiz yurtlarni tashlab chet ellarga musulmon erlar bizga ega bo'lsin deb chiqqan nurg'un muhojiratdagi qiz ayollar bilan nikohlanibmiz. Lekin nikoh va nikohning shartlari to'liqlanib, Allohning halollik darvozasi bizi qo'ygan yo'li ochilgandan keyin 2 oy, 3 oy, 6-7 oy, 1 oy qolmay biz bu nikoh tutqusini ojizlashtirib, oilamizni vayron qiladigan, o'zaro birsimizning keynida har turli fitna fasodlarning bo'lishiga sabab bo'ladigan sirlarimiz, ba'zi ayblarimiz ko'chlarga chiqishga sabab bo'ladigan, biz hattoki islom jamiyati, islom dunyosi, islom madaniyati yaratishning o'rniga jamiyatga fitna fasod va
yaman obrazlarning maydon kelishiga sabab bo'ladigan mana shunday yomonliklar bizda nachar illatlar ko'rilmoqda. Buning asosiy tuqsi nima desa, Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda Estaizu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Mushu arba ayollikdagi bo'lgan asosli nikohlanishga maqsadlardan birisi va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun deydi. Demak, Allah subhanahu va taolaning alamet müzdirden Allah sizlarning o'zinglardan sizlar uchun ayollar juplarni yaratib berdi. Birinchi qilib sizlarning o'zinglarning jinsini yaratdi. Ya'ni sizlarning xarakteringlar, sizlarning mijozinglar uningga tushadigan, uning mijozi sizlarga tushadigan, bir-biringlarni to'liqlaydigan qilib yaratib berdi. Litaskunu ilayha. Masala nima desa, o ayollarga sakina aram elishinglar uchun ayollar erlarga sakina, erlar ayollarga sakina. Sakinaning birinchi ma'nosi ishonchi paydo qilish. Har qandaq bir bir ayolning qo'lini tutib mang'an ekan, bu ayol bu erga meni inshaalloh mush erim jannat kirib bo'g'ichi boshlab elib ma'laydi degan bir g'oyada shu erga tegdi. Ermo mush ayolim bilan billa jannat ishi birga kiraman deb mush maqsadni qilib uning qo'lini tutdi. Unda bo'lgandan keyin birinchi qilib har ikkilisining orliqida ishonchi bo'lish kerak. Ishonchini buzib tashlaydigan ishning birinchisi nima desa, ishonchini buzib tashlaydigan ishning birinchisi er ayol o'ttirisida bir-birining fikri bir yerdan chiqmaslik. Erning fikriga ayol kishi hurmat qilmaslik, ayolning fikriga er kishi hurmat qilmaslik. Bo'libmi er uyda rahbarning o'rnida, ayol kishi uyning muavin zungtoning o'rnida. Shuna Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlarning ayollar ustida haqqingiz bo'lgandek, Allahning sizlarning ayollar ustida haqqingiz bo'lgandek, ayollarningmi sizlarning ustingizda haqqing bor degan. Ya'ni demakchi bo'lganimiz, ayol kishiningmi Allahning ustida haqqi bor, Allahning ayollarning ustida haqqi bor. Biz oilani hamkorlashish, bir-birimizga yordamlashish madaniyati asli quradigan bo'lgan ekanmiz. Erlerimiz ayollarımızla kuyunishimiz, ayollarımız erlerimizle kuyunishimiz kerak. O'zimiz o'z ara qurgan mush oilada birinchi qilib aqidada fikrimiz bir yerdan chiqishi, ikkinchi qilib siyosiy tushunchada fikrimiz bir yerdan chiqishi, uchinchi qilib oilaning kelgusi istiqboli to'g'riliq fikrimiz bir yerdan chiqishi, to'rtinchi qilib bolalarimizni tarbiyalash, uqum jihatda bir-birimizga yo'l qo'yib kelgusi islamiyatimizga foydali so'zni qaysi qilsa ayoldan onunga bo'ysunishimiz, bir-birimizga yo'l qo'yishimiz, bir-birimizga igi kapolat bo'lib oilamizni to'g'ri bo'lgan tushunchalik sapolik oila qurib chiqishimiz kerak. Shuna Alloh Qur'oni Karimda innal mu'minina val mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Mu'min erlar, mu'min ayollar ularning ba'zisi ega deydi. Ya'ni erlar ayollarga ega bo'ladi, ayollar erlarga o'zaro bir-biriga suhbatdosh, bir-biriga hamdosh, bir-biriga yordamlashadi degan bo'ldi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, hamda mushundaq e'tiqod, mushundaq tushuncha bilan nurg'un qarindoshlarimiz ayollar, erlar yurtlarini tashlab muhojiratda hijrat g'irib maydonini turadi. Mushundaq bo'lgan ekan, erlar bu maydonlarda ayollarning qo'lini tutgan ekanmiz, igi bo'lib bularning dunyo oxirat baxsatiga, ishiga yordam qilishimiz, ayollar erlardan mening qo'limni tutgancha jannat kishi akralaydigan deb bir ishonchiga ega bo'lishi, erlarmi o'zing ayollarga ishonchi qilib, mush ayolimning kelgusi ona bo'lib bolalarimga yaxshi bo'lgan yetakchi bo'ladi ekan, mening jannat kishi bo'lgan hamroyim bo'ladi ekan deb mush ayol erga ishonchi bo'ladigan, bir-biriga hamqon bo'ladigan bir mukammal oila bo'lishimiz kerak. Unda bo'lish uchun cho'qim nima bo'lish kerak desa, fikrimiz bir yerdan chiqishdan sirt mavadda, ya'ni kuyunish, do'stlik bo'lishimiz kerak. Er ayolga kuyunadigan, ayol erga kuyunadigan. Burunqi bizningki otalarimiz, ota bo'g'larimizning do'stligi, muhabbati qarsak, ayol kishi sirt bir yerga ketib kap bo'g'icha, voy ananglar sirtqich ketgan, ananglar qanday bo'lganda, nima yegan, nima ichganda, nima kiyganda, qanday turmush ahvoli qanday deb ayolning g'ami deydi. Ayol kishi sirtni o'y kirib bo'g'icha, eri ayoliga shunda hurmat qilgandek, ayolig'imi eri
hurmat qilgandek ayolimi eri hurmat qildi. Uyda ba'zi narsalarni tushirib olib qo'yatdi. Tamoq san'atiga ahamiyat beradi. Ertalardan kirib bo'lg'ochi kiyim-kechaklarni oldiga tayyorlab turadi. Endi bu shu o'lcham nereden kelib chiqqan desa, bizning islom madaniyatimizdan kelib chiqqan. Payg'ambar alayhisolamning hayotiga qarasak, Payg'ambar alayhisolam sizlarning eng yaxshi bo'lganinglar, oilasiga eng yaxshi bo'lganinglar degan. Hatto Payg'ambar alayhisolam o'zining ayolining og'ziga sap qo'ygan narsa sadaqa degan. Ya'ni er kishi ayolining og'ziga bir narsa sap qo'ydigan romantik turmushni qilish sadaqa. Sirtdan kirsa, hadi olib kirish masalan. Endi ayollar to'g'riliq Qur'oni Karimda urba, ya'ni cennet ahlining ayollari erlarga nayt amroq ularni o'ziga tortib deb sifatlagan. Demakchi bo'lganimiz nima desa, ayollarning tabiatida erlarni o'ziga tortib turadigan nazokat, kirashma, go'zal xuluq bo'lg'achqa bu to'g'riliq Qur'oni Karimda cennet ayollarning cennet ahlining erlarini o'ziga qartadigan shundaq yaxshi xislatlarning borligini degan. Demak, qarindoshlarimiz, hozirgi zamonda mush ayollarimiz erlarini o'ziga qartalaydigan nazokat, go'zal so'zlari, shirin, latofatlik gap so'zlar orqali, yaxshi tamoqlarni etish orqali, ularga yaxshi qarab, yaxshi ko'zish orqali, fikrlariga yo'l qo'yib, o'zaro suhbatlashish orqali o'z erini hurmat qilsa, erimi ayoliga hurmat qiladi, o'zaro do'stlik maydoniga kiradi. Endi yana birisi Alloh bu yerda rahmat dedi. Kuyinish Oturusda kuyinishni Allah subhanahu wa ta'ala mushu muhabbatlik do'stlik oila qilish uchun kuyinishni qilishdan sirt rahmatni qil dedi. Rahmatning ma'nosi esa rahmat degan shafqat va uningga rahim qilish, ishog'ish degan bo'ldi. Mayli erida bir aqtimliq ayib nuqson topilib qolsin yoki ayolida shariatni aniq o'lchamga tutgan, shariatni aniq o aşkara bir günah masiyat deb atılıp alohida şeriat ölçümünde ig'ir bo'lgan bir jinoyatdan hazırlangan ahvol bo'lmasa, eri ayolining aybini yapadigan, ayoli erining aybini yapadigan, eri ayoliga rahim qilish degan nimasi, faloni pistoni rahim qil degan nimasi, uning jinoyati bo'lsa, uni kechiryapti degan gap. Shuningdek, er kishi himiy saqturmaydi, er kishi og'rib qoladi, ham ayol kishi himiy saqturmaydi. Ayol kishining go'zallik holatidan yaxshi foydalangan ekanmiz. Endi og'rib qolgan, kasallab qolgan, 6-7 balani baqib, sal yashinib qolgan vaqtimi ayolga yaxshi qaraydigan, ayolimi erining og'rib qolgan, shunda jafoda qolgan holatlarda yoki qo'l qisqalab qolgan vaqtida ayoli eri qaraydigan, agar er ayolining ikkisining birisi yosh, birisi sal yoshroq bo'lsa, uningga hurmat qiladigan, ishi og'ritib uni yaxshi kutadigan, u bir musulmon qarindishim, meni jannat kirish yo'liga sabab bo'lgan kishi deb hurmat qiladigan, mana shunday kuyinish bo'lish kerak. Demak, bizning oilamiz Rasululloh alayhisalom va sahobalarning oilasi va bizning Uyg'ur asli bo'lgan islomiy oilamizdek erlar ayollarga ko'nadigan, ayollar erlarga ko'nadigan, sakina bo'ladigan oilani qurib chiqarsak, ondan haqiqiy islomiy oilani qurib chiqargan bo'lamiz qarindoshlarimiz. Ham bu sakina oila qurib chiqishninki uchinchi bir sharti nima desa, sakina oilada cho'qim Alloh rozi bo'ladigan ibodat, namoz, roza, zakat, da'vat, dini taraflar joyida o'tilishi kerak. Mana bu shundoq joyida o'talsa, Alloh subhanahu va taolo bizning oilamizga o'zi yordam berdi. Bu to'g'riliq Qur'oni Karimda Alloh deganki, haqiqatan musulmon erlar va musulmon ayollar, mu'min erlar, mu'min ayollar, ibodat qilguvchi erlar, ibodat qilguvchi ayollar, sadiq qilguvchi va sodiqina va sodiqat, rastchil erlar, rastchil ayollar, sabr qilguvchi erlar, sabr qilguvchi ayollar, Allohdan ayminguchi erlar, ayminguchi ayollar, sadiq qilguvchi erlar, sadiq qilguvchi ayollar, ro'zlar erlar, ro'z tutuvchi ayollar, o'zlarining avratlarini zina fahishidan saqlaguvchi erlar va o'zlarining avratlarini zina fahishidan saqlaguvchi ayollar, Alloh subhanahu va taoloni ko'p asaydiganlar. Eng muhimi nada bo'lsa Allohni asaydiganlar. Shunga payg'ambar alayhisalom, sen esingda Allohni esingni tut, Alloh seni xudab qiladi degan. Va mushundaq Allohni asigan Allah ularga Alloh subhanahu va taolo kechirim qilishini tayyorladi va katta ajrini tayyorladi degan. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo mana shu umumiy ibodat sifatini, umumiy aqida islom sifatini tayyorlab, yaxshi go'zal islomiy oila qurg'il nasib qilsin. Mushu go'zal oilamiz bilan Turkistonni fath qilg'il nasib qilsin. Chat alladimi beshimizni tik ko'tarib, islomiy oila qurib, xalqaro o'zimizning obrazini yaratib nashr qilib nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.